Ikki xil mototsiklli nomlarini yozib qo'yganmiz. G'olibimiz qaysi birini tanlasalar, o'shani sizga shundoq prosta deb berib yuboramiz. Andijonga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Yo'lda qiynalmadinglarmi? Yo'q, yaxshi, zo'r keldik. Men tabriklayman va sizga aytilgan va'da qilingan mototsiklingiz tayyor. Sizda hozir ikkita shans bor. Hop. Mani tanlaymi bitasini? Qarang, mana shu yerdagi bayklardan qaysi biri sizniki deb o'ylaysiz? Sariq deb o'ylayapman. Bo'ldi, mana tanlab ko'ring. O'qing. Mana Bugatti Toureuse Red. Qaranglar, qog'ozda ikkita variantimiz bor edi. Seif Moto original 250 talik va Bugatti Panigale 400 talik. O'zlari tanlagan mototsiklni endi o'zlariga notarius qilib beramiz. Sizga mani savolim bor. Hop. Siz ham mani savol berib qiynagandingiz. Mototsikl oldin uchganmisiz? Yo'q, o'tirib ham ko'rmaganman. Ha. Yutaman deb o'ylaganmisiz? Men shunchaki siz vaqtga kelganingizda siz bilan kontent olgan edik. Sizga nasib qilgan ekan, Xudo xolasa, mana mototsiklingiz yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bitta sharti bor. Bayklarni baykerlardan tashqari odamlar tushunishi qiyin. Ya'ni ko'pchilik xavfli deb hisoblaydi. Bu bayk sizga faqat yaxshilikka xizmat qilsin. Aytganingiz rosa menga. Konkursimizda albatta sizga. Sizni bekorga chaqirmadik-ku. Konkursimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmanglar. Haqqoniy va halol bo'ldi. 400 mingta obuna bo'lishinglar shart emas homiylarga. Bizani kuzatib tursanglar, eng zo'rlari Motodagi qiz va Moto Andijonda bo'ladi.